Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Ertangi kirib kelayotgan Qurbon hayiti, Qurbon sayli bilan hammalaringizni xotin-qizlar, akalar, ukalar tabriklayman. Musofirdagilarni ham tabriklayman. Omadini bersin. Bola chaqasini baxtiga sog'-omon, ota-onasini baxtiga sog'-omon qaytib kelsin. Hammalaringizni bayram bilan tabriklayman. Endi men ikkinchi savolimni bersam xalqqa. Men Samarqand Urgutdaman o'zim. O'zimning YouTube kanalim bor, Xudoga shukr. Shu paytgacha Rossiyada edim, men O'zbekistonga keldim. Endi xalqqa bir chiroyli qilib video qilib, bozorlardan, narx-navolardan qurilish mollari, mol bozorlari bor, moshin bozorlar bor. Video qilib chiqarsam nima deysizlar? O'z fikrlaringizni qoldiringizlar, kommentariya yozingizlar. Ma'qul desalaringiz chiqaraman, ma'qul demasalaringiz chiqarmayman. Oldin sizlardan so'rayman deb video qilyapman sizlarga. Akalar, ukalar. Haftasiga 2 marta video qo'yib boraman, ko'rib boraverasizlar. Kimga qiziq bo'lsa. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Bayramni yaxshi o'tkazingizlar. Shuni fikrlaringizni bilmoqchi edim, kommentariya yozingizlar.